Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Muhim 24 ning sport kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda sizni quyidagilar bilan tanishtirib o'tamiz. Gvardiola Husanov haqida oxirgi ma'lumotni berdi. Cristiano Ronaldo sobiq jamoasiga qaytishi mumkin. Angliyaliklar Husanovdan hayratda. Abduqodirga ikkita yangi laqab berishdi. Endi esa batafsil. Gvardiola Husanov haqida oxirgi ma'lumotni berdi. O'tgan turda Enfieldda Liverpulni 2-1 hisobida yengib qaytgan Josep Gvardiola shogirdlari bu gal o'z muxlislari ko'z o'ngida o'rtamiyona jamoalardan hisoblanmish Fulham bilan o'ynaydi. Bo'lajak bahs oldidan Josep Gvardiola ko'pchilikni xavotirga solgan mavzu. Enfieldda boshidan jarohat olgan Abduqodir Husanov haqida so'nggi ma'lumotlarni berib o'tdi. Pep Gvardiolaning aytishicha, Abduqodir Husanov Fulhamga qarshi o'yinda maydonga tushishga tayyor. O'zbek markaziy hujumchimiz Liverpulga qarshi uchrashuvda ikkinchi bo'lim boshida Gianluigi Donnarumma bilan to'qnashuvda boshdan jarohat olgandan so'ng o'yinni erta tark etishga majbur bo'lgan edi. 21 yoshli bu futbolchi jamoaning tajribali markaziy himoyachilari Ruben Dias va Yoshka Gvardiol yo'q paytda jamoa tarkibiga qaytganidan beri ajoyib o'yin ko'rsatib kelmoqda va yanvar oyi yakunlariga ko'ra jamoaning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Shu bilan birga Gvardiolaning ta'kidlashicha, Husanov yaxshi tiklangan va chorshanba kuni kechqurun Fulhamga qarshi o'yinga qodir. Husanov ancha yaxshi holatda va o'ynay oladi, deydi City bosh murabbiyi. Husanovning ingliz tilini o'rganishi qay darajada yaxshilanayotganligi haqida so'ralganda Pep quyidagilarni qo'shimcha qilib o'tdi. Tan olaman, Abduqodir hali ingliz tilida William Shekspirdek gapirmaydi, lekin uning tilni o'zlashtirishi tobora yaxshilanib bormoqda. U biz nimani xohlayotganimizni, gaplarimizni to'liq tushunadi va bu holat har safar yanada yaxshilanib bormoqda. Husanov juda aqlli yigit. Odatda odamlar uni jismoniy tomondan juda kuchli va o'ta tezkor futbolchi deb bilishadi va uning chuqur fikrlay olishiga e'tibor berishmaydi. Aslida mutlaqo teskarisi. Uning tafakkuri kuchli, doim to'g'ri pozitsiya tanlashini ko'rsatmoqda. Abduqodir haqiqatdan ham juda tezkor. O'z pozitsiyalarini tiklab olish uning eng muhim fazilatlaridan biri. Lekin bu bilan cheklanib qolmaydi. Husanovga baho berishda adashmang. U aqlli futbolchi. Odatda bunday jismoniy kuchga ega o'yinchi atrofida nima bo'layotganini his qilmaydi. Barchasi faqat jismoniy holatiga bog'liq bo'ladi. Husanovda esa ikkalasi, kuch ham, aql ham bor. Shuning uchun u to'p bilan o'ynashda ham yaxshilanyapti. Uni yanada rivojlanishga undayapmiz va u yanada o'sadi. Bu yoshda u ochiq fikrli. Yaqinda aytganimdek, hozirda Cityda markaziy himoyada juda ko'p yillar o'ynaydigan futbolchi bor, dedi Josep Gvardiola. Manchester City va Fulham o'rtasidagi uchrashuv 11-fevraldan 12-fevralga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan 00:30 da boshlanadi. Cristiano Ronaldo sobiq jamoasiga qaytishi mumkin. Portugaliya terma jamoasi yetakchisi Saudiya klubi bilan kelishmovchilik sabab jamoadan ketish ehtimoli ortib bormoqda. Ronaldo Al Nassrning o'yinlariga boykot e'lon qilib, jamoa safida maydonga tushishdan bosh tortmoqda. Shu sababdan ham futbolchining yaqin kunlarda boshqa jamoa bilan shartnoma tuzishi haqida mishmishlar paydo bo'lmoqda. ESPNning xabarlariga ko'ra, 41 yoshli favorit o'z vataniga qaytib, Lissabonning Sporting klubi bilan shartnoma imzolashi mumkin. Cristiano faoliyatining dastlabki qismini aynan Sportingda o'tkazgan. Ronaldoning Al Nassr bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozida yakuniga yetadi. Ma'lumot uchun, portugaliyalik favoritning transfer narxi 12 million yevroni tashkil etadi. Angliyaliklar Husanovdan hayratda. Abduqodirga ikkita yangi laqab berishdi. Angliya Premyer Ligasining 25-turidan o'rin olgan Liverpul va Manchester City uchrashuvining 60-daqiqasida Abduqodir Husanov bilan yuz bergan vaziyat hamon ommaviy axborot vositalarida keng muhokama qilinmoqda. Buyuk Britaniyaning eng nufuzli manbalaridan biri hisoblanmish The Sun nashri Abduqodir Husanovning Enfielddagi o'yiniga munosabat bildirdi. Mashhur nashr uchrashuv tafsilotlari qalamga olingan sharhda O'zbekiston milliy terma jamoasining 21 yoshli himoyachisi o'yinini alohida tarzda ta'kidlab o'tdi. Nashr so'z o'yinidan foydalanib, futbolchini Hughes Control, ya'ni nazorat qiluvchi Husanov deb atadi va uning himoyadagi ishonchli hamma jarayonlarni nazorat qiluvchi harakatlarni
alohida qayd etib o'tdi. Turning markaziy uchrashuvida Husanov o'ynagan vaqtda Liverpulning Muhammad Saloh, Cody Gakpo, Ugo Ekitike kabi mashhur hujumkor futbolchilari Manchester City darvozasiga yo'l topa olmadi. O'yinning kulminatsiya nuqtasi 60-daqiqaga to'g'ri keldi. Cody Gakponing darvozaga zarba berishiga yo'l qo'ymagan Husanov ikki futbolchi, raqib hujumchisi Gakpo va darvozabon Janluji o'rtasida qolib ketdi. Abduqodirning orqasiga niderlandiyalik favorit urilgan bo'lsa, italiyalik posbonning tizzasi Husanovning yuziga tegdi. Oxirgi zarbadan keyin tibbiyot xodimlari legionerimizga yordam ko'rsatdi. Jarohatga qaramay, Husanov bosh murabbiy Josep Gvardiolaga uchrashuvni davom ettirishini bildirdi. Biroq o'yinchi salomatligini birinchi o'ringa qo'ygan tibbiyot xodimlari Abduqodirning maydonga qaytishiga yo'l qo'ymadi. Husanovning jamoaga yordam berishga bo'lgan intilishi taniqli jurnalist Jeraminio Magransni hayratda qoldirdi. Bu mutaxassis Angliya Premyer Ligasining 25-turi doirasidagi ushbu bahsni sharhlar ekan, o'yin davomida jarohat olganiga qaramay, bahsni davom ettirishga intilgan 21 yoshli futbolchining harakatlarini alohida ta'kidladi. Husanov jarohat olgan edi, lekin baribir o'yinni davom ettirishni xohladi. Jamoaga yordam berishni istadi. Abduqodir Husanov: "Sen men uchun jangchisan, birodar. O'zbekistonning faxri, temir odam", deb yozdi Jeraminio Magrans. Bugunchalik sport olamidagi yangiliklardan sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Muhim 24 ning sahifalarini kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, mavzular yuzasidan fikrlaringizni qoldirishni unutmang.